2002-yil 27-fevral ichida 59 nafar hind millatchisi bo'lgan vagon soniyalar ichida olov qafasiga aylandi. Hamma narsa bir zumda kul bo'ldi. Hukumat va radikal guruhlar hech qanday tekshiruvsiz, hech qanday dalilsiz yagona aybdor sifatida musulmonlarni ko'rsatdi. Keyinchalik mustaqil surishtiruvlar yong'in ichkaridan chiqqanini va bu tashkillashtirilgan hujum emasligini isbotladi. Lekin buning ahamiyati qolmagandi. Bahona topildi. Nafrat mashinasi ishga tushdi. Adolat va haqiqat chirog'i o'chirildi. Gujarat bo'ylab millatchi to'dalar ko'chalarga chiqdi. Qurolsiz tinch aholi, ayollar, qariyalar, beshikdagi go'daklar nishonga olindi. Musulmon mahallalarga o't qo'yildi. Uylar xarobaga aylandi. Ayollar nomusi toptaldi. Yuzlab insonlar tiriklayin kuydirildi. Politsiya esa shunchaki tomoshabin bo'lib turdi. Ba'zi hollarda esa qotillar tomonida turib o'q uzdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2000 dan ortiq musulmon o'ldirildi. Ammo guvohlar va mustaqil manbalar manzara bundan ancha dahshatliroq bo'lganini aytadi. 200 mingdan ortiq musulmon o'z uyini, o'z tarixini tashlab, yarim tunda qochishga majbur bo'ldi. Tasodifni qarangki, o'sha paytda Gujarat shtatini boshqargan inson Narendra Modi edi. Xalqaro tashkilotlar uni bu qirg'inni to'xtatmagani va ataylab ko'z yumgani uchun aybladi. AQSh va Yevropa yillar davomida unga viza berishni rad etdi. Oradan yillar o'tdi. 2012-yilda noma'lum sabablarga ko'ra sud Modini oqladi. Bugun esa u butun Hindistonning bosh vaziri. Gujaratda sinalgan nafrat siyosati bugun butun mamlakat miqyosiga ko'chdi. Hindistonda 200 million musulmon yashaydi. Bu dunyodagi 3-eng yirik musulmon aholisi. Lekin ular o'z vatanida begonaga, o'z uyida huquqi yo'q fuqarolarga aylantirilmoqda. Hindistonda buldozer adolati nomini olgan yangi tizim paydo bo'ldi. Sudsiz va so'roqsiz musulmonlarning uylari va masjidlari tekislab tashlanmoqda. G'arb siyosatchilari va hatto ayrim musulmon mamlakatlari iqtisodiy manfaatlar va milliardlab dollarlik shartnomalar evaziga bu vahshiylikka ko'z yummoqda. 200 millionlik jamoatning dodi va haqiqati geosiyosiy o'yinlar ostida ko'z yumilib ketmoqda. Muhim tarixiy ma'lumotlar uchun ijtimoiy platformasiga obuna bo'ling.